Assalomu alaykum. Shizofreniyani tashxislashga to'xtaladigan bo'lsak, o'zi ruhiy holatlarni tashxislash ikkita usulda amalga oshiriladi. Klinik va paraklinik usullardan iborat bo'ladi. Klinik usullarga suhbat, kuzatish, psixologik testlar bo'lsa, paraklinik usullarga zarur bo'lganda instrumental tibbiy tekshiruvlar orqali amalga oshiriladi. Shizofreniyada asosan klinik usullardan qo'llaniladi, ya'ni 65-70% suhbatlashish usuli, 10-15% kuzatish usuli va kerak bo'lsa psixologik testlar, o'ta zarur bo'lsa instrumental tekshiruv o'tkaziladi. Shizofreniyada endi tashxis qo'yishda yondashamiz ruhiy holatlar kesimida. Tafakkur, tasavvur, xotira, diqqat, intellekt, harakat, iroda, hissiyot, mayl va boshqa holatlarni tekshiramiz. Masalan, vasvasalar, tafakkurda, tasavvurda gallyutsinatsiyani tekshiramiz. Maniakal holatlar, depressiv holatlarni hissiyot orqali tekshiramiz. Ong xiralashuvi, ong o'chishi holatlarini ong tufayli va hokazo katatonik sindrom, katatonik stuporlarni hissiyot, iroda, harakat tufayli tekshiramiz. Qiyosiy tashxislashda affektiv buzilishlar bilan, masalan, bipolar affektiv buzilishlar bilan, dori vositalari iste'mol qilganda yoki intoksikatsiya bo'lganda ruhiy buzilishlar bilan va shunga o'xshash holatlar bilan biz qiyosiy tashxislarni o'tkazamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.